Aka mana shu molni sizga YouTube'ga chiqdi. Hali chiqmasdan, video chiqmasdan berdim sizga. 25 ming sizga baraka mana. Anjonni. Anjon Jala hududi. Shu opam syomka. Xo'jobodda. Mana. O'zim telefonimda syomka bo'lyapti. Opam Ardor opam mana nima qilib turibdi. Ijolat olmay mana ana qilaverasizlar. Mana opam keldi, xudo xolasa mana nari aka Ardorimiz. Barakali bo'lsin. Iloy. Mana aka ma'qulmi aka o'zizga? Syomka qilib qo'yayotganim, noto'g'ri tushunmanglar. Hali keyin telefon qilgan odamlarga sotilsan, sen nayranga chiqardingmi deyishmasin degan maqsadda qilib qo'yapman xolos buni. Baraka topinglar aka. Bo'ldi aka. Xudo xolasa bu mol sotildi endi. Mana ustini. Assalomu alaykum hammaga. Mana Xo'jobodlarga mol chiqarib yuboryapman, xudo xolasa. Ularni urab qo'ydim ozgina, lekin mashina issiq. Ana xudo xolasa chiqarib yuboryapman aka molingizni. Bolasini olish kerak. Kejon ol. Chiq. Ana aka xudo xolasa yuklab qo'ydim. Shopir akamga nomeringizni berib qo'yaman, kutib olasiz aka. Mana shu mashinada yetib boradi. Ustilari bekona dastlabki mashinamiz. Mana nomer aka 305. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Olgan molingiz hozirgizda qarasin, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin aka. Umrini oxirigacha yaxshi mol bo'lib o'tsin aka. Xudo xolasa bergan pulingizdan men ham baraka toping, moldan siz ham baraka toping. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlarda uchrashaylik aka.